Tanishing, bu Aziz. U yaqinda bo'lib o'tadigan Zarmet olimpiadasi uchun ro'yxatdan o'tgan, lekin imtihonga hali vaqt bor deb tayyorgarlikni ortga surmoqda. U o'z vaqtini Instagramda turli bekorchi reelslar va kinolar ko'rish bilan o'tkazib yubormoqda. Tanishing, bu Abdulloh. Abdulloh ham Zarmet olimpiadasi uchun ro'yxatdan o'tgan, lekin u Azizdan farqli ravishda imtihonga qattiq tayyorgarlik ko'rmoqda. U o'z vaqtini kitoblar o'qish, o'qiganlarini takrorlash va yangi bilimlar olishga sarflamoqda. Yuqoridagi ikkita holatdan balki sezgandirsiz, Zarmet universitetida olimpiada start olmoqda. Buxoro va Samarqand kampusining 1, 2, 3, 4 kurs talabalari o'rtasida ilmiy-intellektual bellashuv Zarmet olimpiadasi bo'lib o'tadi. Universitet talabalari 40 ga yaqin fanlar bo'yicha o'zaro kuch sinashib, yakunda ikkala kampus talabalari final bosqichida bellashadi. Imtihonlar 3-4 aprel kuni bo'lib o'tadi. Ro'yxatdan o'tishning oxirgi kuni esa 30-mart 22:00 da tugaydi. Aytgancha, olimpiada g'oliblarini qimmatbaho sovg'alar kutib turibdi. O'z bilimingizni sinab ko'rib, qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishni istasangiz, sizni Zarmet olimpiadasida kutib qolamiz.